Salom azizlarim, tinchmisiz, omonmisiz? Bugungi razkladimiz siz uchun qiziqarli savollarga javob izlaymiz. Siz qanday insonsiz? Hozir ishingiz va karyerangizda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Aqlingizdagi inson siz haqingizda nima o'ylaydi? Uning sizga nisbatan hislari, tuyg'ulari qanday? Atrofingizda sizga hasad qiladigan yoki dushmanlik qiladigan inson bormi? Mana shu savollarga javob izlaymiz. Qalbingizga ikkita variant qilaman. Yaqin bo'lgan variantni tanlang. Kartalarni shoshilmasdan his qiling va birinchi bo'lib ko'nglingiz tortgan variantni oling. 5 tadan karta olamiz, 5 ta savolga javob. Obunachilarimni, layk bosganlarni, barchalarni qarshisidan chiqqan hammani energiyalarini oldim. Shifoli ochilim bo'lsin. Birinchi variantga. Endi ikkinchi variantni tortamiz. Obunachilarimni, menga layk bosgan barcha kommentariy yozgan yaxshi tilaklari uchun qarshisidan chiqqan yangi mehmonlarimizni energiyalarini oldim. Shifoli ochilim bo'lsin. Mana ikkita variant tanladim. Variantlarni tanlashingiz mumkin. Keling, mana birinchisiga banok qo'ydim. Birinchi variant. Ikkinchi variantda magnitni qo'yamiz. Mana. Xohlaganingizni tanlang, ko'nglingiz tortganini va eshiting. Ikkalasini tanlashingiz ham mumkin. Ikkalasini ham qaysi to'g'ri kelsa shuni o'zingizga o'girib olasiz. Ayol bo'lsangiz ayol, erkak bo'lsangiz o'zingizga o'girib oling. Eshiting. Demak, boshladik. Birinchi variant. Buni olib qo'yamiz. Mana shu kartalarim chiqdi. Bu kartalarda nima deyapti? Sizga siz qanday insonsiz savolini beramizda endi. Birinchi savol. Mana bu kartadan 8 ключ. Siz qanday insonsiz? Siz mana shunday ayol bo'lsa ham erkak, shunday erkaksiz, shunday ayolsiz. Har kim o'ziga o'girib eshitsin. Siz yechim topa oladigan, har qanday vaziyatda yechim topa oladigan, qiyin vaziyatdan yo'l chiqaradigan insonsiz. Hayotingizda muhim qarorlar oldida turibsiz, deyapti. Ikkinchi kartamizda mana qo'liz shunaqa baland ko'tarasiz, shunaqa orzularingiz bor. Qo'lim yetadi, meni Alloh eshitadi, Allohga yaqinsiz. Juda rejalaringiz, orzularingiz harakatdasiz, erishish uchun tayyorsiz. Sizning karyerangiz qanday bo'ladi? Sizda karyerangiz mana bu kartada karyeraga oldim shuni. Ishda hozircha noaniqlik deyapti, shubha yoki yashirin holatlar bor. Hamma odamga ishonib ketmaslik kerak. Biror hamkasbning niyati siz o'ylagandek bo'lmasligi mumkin, deyapti karyerangizda. Sizning aqlingizdagi inson sizni qanday o'ylaydi? U sizni yaxshi tomondan ko'radi.
bo'lishi mumkin. Sizda qanaydir siz birga yashasangiz juda baxtiyor, juda baxtli. Sizday yaxshi inson bilan birga yashab turganidan. Agar masofa bo'lsa, u xayolan sizni o'ylaydi. Sizga yaqinlashishni, sizni o'ylaganda iliq hislar paydo bo'ladi. Yoqimli, ochiq va o'ziga tortadigan inson deb ko'radi. Atrofingizda dushmaningiz bormi? Hammada dushman bo'ladi, hammada ko'rolmaslik, raqobat bo'ladi. Bu kartada shunaqa deyapti. Karta yashirin dushmandan ko'ra ochiq raqobat, keskin gap yoki siz bilan fikr-manfaat to'qnashuvi bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Kimdir o'z maqsadiga erishish uchun siz bilan raqobat qilish ehtimoli juda yuqori. Lekin tuz mechey haqiqatni ochadi. Haqiqat qaror topadi. Kimning niyati qandayligi tez orada bilinishi mumkin. Mana azizlarim, bu birinchi variant edi. Ikkinchi variant magnitni tanlaganlar. Mana shu kartalar chiqdi. Bu kartalarda nima deydi ikkinchi variantimizga? Siz qanday insonsiz? Siz juda chiroyli, juda beg'ubor, o'ziz ham chiroyli, Allohga ham yaqinsiz, yoqasiz. Xudo xush ko'rgan deydimi? Alloh yoqtirgan bandasan deydi-yu. Shunaqa qarang, qo'li yetyapti nurga, quyosh nurini qo'l kelyapti, ko'ryapsizlarmi? Sizni qanday inson sifatida, endi ayolni rasmi bo'lganda ham, erkak bo'lsangiz ham o'zizga yugurib eshiting. Siz qanday insonsiz? Siz chiroyli, siz nazokatli, siz Allohga ham yoqadigan insonsiz. Siz nozik ko'rinsangiz ham ichki kuchingiz juda katta. Sizda ilhom, intuitsiya va ayollik resursi kuchli. Erkak bo'lsangiz, erkaklik. Qalbingizda nimadir sezsa, ko'pincha adashmaysiz. Qalbingiz nimanidir sezsa. Siz kuchli, noyob, bunaqa insonlar sanoqli deydi-yu. Shunaqa insonsan deb ta'riflayapti kartalarimiz. Sizning ish karyerangiz qanday? Sizda karyera qanday? Karyerada sizga ozgina ikki yo'l orasida qolgansiz. Aqlingizdagi inson bilanmi, bilmayman, karyeraga qo'shilib ketyapti. Qaysi yo'lni tanlash muhim ahamiyatga ega. Tanlov oldida qolishingiz mumkin deyapti. Karyerada. U sizni, ya'ni aqlingizdagi inson sizni qanday o'ylaydi? Sizni chiroyli, nazokatli, farosatli deb o'ylaydi. U sizni faol, kuchli xarakterli, o'z maqsadi bor inson deb ko'rishi mumkin. Siz unda qiziqish uyg'otasiz. Siz bilan aloqa agar masofada bo'lsangiz, birga yashamayotgan bo'lsangiz, ya'ni aqlingizdagi inson, bu yerda endi sevgilingizni nazarga tutyapman-da. Aloqa va yaqinlashish imkoniyati bor.
bu inson siz bilan munosabatni davom ettirish haqida o'ylashi mumkin. Masofada bo'lganlar chiqdi energiyasi. Hissiyotga berilib ketmasdan deyapti sizga. O'z kuchingizga, ichingizdagi qalbingizga aql bilan ish tutishga quloq soling. Har bir insonga darhol ishonib ketmang, lekin qalbingizni ham yopib qo'ymang deyapti bu kartada. Dushmaningiz bormi? Ha, yashirin raqobat yoki sizga qarshi harakat bo'lishi mumkin. Lekin vaziyat keyinchalik ochilib qolishi mumkin. Siz ikki yo'l orasida yashirin raqobat yoki sizga qarshi harakat. Mana shu kartalar chiqdi azizlarim. Umid qilaman bu kartalar hammasi har kimga to'g'ri kelmasligi mumkin. Albatta shaxsiy raskladga chiqadi. Lekin umidim katta, chunki ko'pchilikka tushadi. Ba'zi payt bir xil kartalar tushadi, chunki obunachilarim постоянно ko'rib boradigan doimiy insonlar xuddi shunday energiyada-da. Ko'pchilikka shu kartalarni qayta qo'shsam ham o'sha kartalar chiqadi. Azizlarim, bugungi raskladim sizga mos kelsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Hammalaringizga minnatdorchilik bildiraman. O'zingizni ehtiyot qiling azizlarim.